Assalomu alaykum. Mana ertalabdan damas qo'yapmiz. Ishimizni boshlab oldik. Kia Sonet avtomobilimizga eng original zapchastlar bilan qo'yib beryapmiz. Reduktorimiz Adax reduktori bo'lyapti. Real original Italiyada ishlab chiqarilgan farsumka hamda Damas, Samarqanddan Damas avtomobillarimiz kelibdi. O'sha Damas avtomobillarimizga 3 ta mana 30 talik 65 talik shaffof balonlar bilan qo'yib beryapmiz. 65 talik shaffof balon list bilan listni olib kelib orqasiga mana shumkalar bilan qo'yib beradigan bo'lyapti. Bu Damasimizga ham. Bu yerda esa Kia Sonet avtomobilimiz 8 injektorli 3 ta 30 talik bilan qo'yib beryapmiz. 30 talik balonlarimiz. Oldi komplektatsiyasiga qo'yilgan zapchast 48 ga 4 dual jet mnogofunksionalniy miya bilan o'rnatib berdik. 8 injektorli bo'lgani uchun Real Italiyada ishlab chiqarilgan farsumka hamda Adax reduktori bilan metan o'rnatib beryapmiz Kia Sonet avtomobiliga. Ushbu Kia Sonet avtomobilimizga eng yaxshi zapchastlar bilan 7,5 millionlarga qo'yib beryapmiz. 3 ta 30 talik bilan Damas avtomashinamizga eng yaxshi zapchastlar bilan o'sha ko'rsatadigan kulchatirlar bilan 2 million 400 mingdan list shumkalarni klientimiz o'zi olib keldi. Shumkalar, ikkitadan shumka hamda o'sha ko'rsatganimizdek orqasiga 60 ga 70 o'sha listlar bilan ikkita bo'lyapti. O'zlari отдельно xarajat qilib olib kelib mana qo'ydiradi xudo xolasa. Guliston avtometan gaz o'rnatish xizmati kimga shunday bir ajoyib o'sha ishlarimiz kerak, ustanovkamiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizni Guliston avtometan gaz o'rnatish xizmatiga murojaat qilaverasizlar. 3 ta Damas hamda Kia Sonet avtomobilimizga bugungi kunda qo'yib berib turibmiz. Sirdaryo viloyati Guliston shahri. Damaslarimizga list bilan 2 ta shumka o'rnatildi. Mana list holat. Chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Bu ikkinchi Damasimizniki ham mana xuddi shunday chiqib ketyapti. Listda o'zi mana shumkalar 25 mingdan ikkita ketayotgan bo'lsa, listda o'ziga 90 ming, 100 ming atrofida ketyapti. Oldi komplektatsiyalariga keladigan bo'lsak, oldi komplektatsiyasi eng yaxshi mana yaxshi o'sha Clyde reduktorlari bilan o'rnatib berganmiz. Shlankalarni qarinlarini qo'yib, datchik qo'yildi. Mana ko'rsatib turadigan datchigi rulda shu o'ng tarafiga qo'yildi. Xuddi shunday qilib narigi Damasimiz ham qo'yildi, o'rnatildi. List, shumka boshqasidan tashqari mana shu Damaslarimiz 2 million 400 mingdan chiqib ketyapti inshaalloh. Kelaverasizlar, pastdagi raqamlarimizga telefon qilib. Tirib o'tamiz. Kia Sonet avtomobilimizga 3 ta 30 talik balon bilan mana o'rnatib berdik. Metan gaz o'rnatib berdik. 3 ta 30 talik balon bilan oldi komplektatsiyalari eng original full variantdagi zapchastlar bilan chiqib ketyapti. O'sha 48 ga 4 dual jet mnogofunksionalniy o'sha miya blok upravleniyasi bo'lyapti. Real farsumka bo'lyapti. Original Italiyada ishlab chiqarilgan hamda Adax reduktor bilan zapravishniylari
eng 8 silindr 8 ta injektorli bo'lgan o'sha Kia Sonet avtomobilimiz mana chiroyli qilib 30 talik ballonlar bilan o'rnatib berdik, chiqib ketyapti. Kia Sonet avtomobilimiz eng original full variantlar bilan 3 ta 30 talik bilan chiqib ketyapti. O'sha listlar bilan qo'yib chiqib ketyapti. Hamda bu yerda oddiy variantda Damas'imiz chiqib ketyapti. Listlar bilan bo'lsa, o'sha list, shumkalardan tashqari qo'yib berayotgan zapchastlarimiz o'sha 2 million 400 dan chiqib ketayotgan bo'lsa, har bitta Damas. Bu Damas'imizga esa 2 million 300 ga qo'yib beryapmiz. Listlarsiz oddiy variant. Baliqlar ham qaytdi. Baliq sezon boshlanadi endi. O'lkamizga baliqlar qaytdi deydi. Suvlar kelib qoldi, baliqlar qaytdi. Endi oldi komplektatsiyalarga keladigan bo'lsak, oldi komplektatsiyalarga Stag Gofas 200 hamda Nordic original reduktorlar bilan qo'yib berilgan.